4 bob. Tun 20'ga tak-tak. Birinchi oyning 15-kuni. Jimjit kecha. Otishdagi sutuqlarning cho'ng ho'ylisidimi o'xshashli jimjitlik. Hech qanday ovoz yo'q. Faqat bog' o'rtasidagi ko'tirma binoning panjaralarida chiroqning yo'riqi ko'rinib turadi. Qorong'ulikda o'yli tomlarining kaynida o'miligan odamlarning qorisi ko'rindi. Beshiga ko'z o'rni teshilgan qora xalta kiygan, qo'liga qilich olgan bu odamlar o'milab yiqilishdi va zo'ngzib ozroq o'ltirishdi. Keyin osta tomga chiqqan birsining qo'l ishorati bilan boshqalarmi tomga yonmashdi. Tomdan eshib tushdi-da, saga teraklar orasida damlarni ichiga ilib o'ltirishdi. Keyin yana medirladi va osta ingishib ildirlab, ko'tirma binoga yaqin mevilik daraxtlar tubiga kelib, mo'kib o'ltirishdi. Bir pasdan keyin o'sha qora boshlar izi bilan 40-50 qilishlik odam tom orqasida paydo bo'ldi. Oldida rahmongan arslonning sharti bilan yigitlar chaqqonlik bilan tomdan ortilib boqqa tushdi va saga teraklar orliqida o'y tarafga ko'z tikib jim o'ltirishdi. O'rta kent. Xon o'rdasi. Xonning ishxonasida xon, suboshi va o'rda bishi jiddiy paranglashmoqda. Mana tak-tak urishga oz qoldi, dedi o'rda bishi uduqishni bezishga urinib xirqirab kulib. Bariz o'sidila mejib tashlanadi. Shundoq bo'lsa-ku, dedi suboshi. Ko'nglim sal ig'ib turadi. U qo'llarini uvlab tini sızınlatdi. Burutini to'lg'ab o'yda mengib yurgan o'g'ilchaq bug'raqan kelib, ularning oldida to'xtadi. Agar Boris mejib tashlanmischa. Bu tarafini o'ylash kerak, deb so'z qo'shdi suboshi. Chataq yo'q, kuldi o'rda beshi. Ish puxta joylashtirilgan. Ondan keyin bosmachilar ularni hargiz bo'sh qo'yib atmaydi. O'rda beshi, agar chataq chiqib qolsa, sizning bosmachilaringizni ujuqtirib atmoqchi. O'g'ilchaq bug'raqon suboshiga tikilib qaradi. Suboshi beshini osta lang'ishtirib qo'ydi. Tun 20'ga tak-tak urishqa yana qanchalik qoldi? Bir osh pishim, javob berdi o'rda beshi. Bir osh pishim. Bir osh pishimdan keyin bizning taqdirimiz ayon bo'ladi. Bizning taqdirimiz nurliq, ulug' Xoqonim. Xoqon gap qilmadi. Lekin o'rda beshi bilan suboshiga g'amkin, ishonchsiz chiroyda qarab, ha deb engagini tatilaydi. Tarkin begim o'z harmida parishon edi. U birdam o'ltiradi, birdam mang'atdi. 5 nafar qiz xizmatchisining hammasi uningga poypetak bo'lishmoqda. Uning ko'nglini tinchlantirishga tirishmoqda. Lekin onaning beoromligi borgan sari kuchaymaydi. Gullayli oldirash kirib keldi. Tarkin begim chopson o'rnidan qopdi va so'radi. Tun 20'ga tak-tak urishga qancha qoldi Gul? Az qoldi xon acha, bir osh pishimchi qoldi. To'g'rilbek nimish qilyotdi? O yaqin qayashir bilan so'zlashib kerak. Ona o'yini bir oylanib kelib, yana kursida o'ltirib, ishga qadaldi. O'rda kent shahri atrofidagi bog'li qo'ylar. O'yli ichida qorong'uda
kishilarning uyga kirib chiqqanligi, panjirlardan uyning yo'riqida kishilarning o'ri turib so'zlashganligi ko'rinib turadi. Biri oldida, to'rti kaynida oldirash mangan 5 otliq ko'chning do'qmushidan burilib kelib, qapqa oldida to'xtadi va oldirash otdan tushdi. Qorong'uda ularning cherish kiyimlari, belidagi qilichlari g'uva ko'rinib turadi. Oldidagi odam etini boshqasiga berib, taq qilib, ma'lum belgi bilan qapqani qaqdi. Ishkiridan birsi qapqani qiyo echib, qapqa oldida turgan kishiga sapsilib qaradi-da, "Yuzboshi, qani kiring," deb qapqining bir qanotini ochdi. Mehmonlarni otlari bilan ishkirga kirgizib, qapqini yopdi va taqoq soldi. Uydan chiqib yuzboshini qarshi olg'uchi, yuzboshining hamrohlarini qapqa baqarning o'rinlashtirishiga topshirib, uni uyga boshlab mangdi. Ular palampaydan ko'tarilib, uyga kirib ketdi. Meni chabarmang bishi avatdi, dedi yuzboshi o'rindiqqa o'ltirib etib Botir tog'iga qarab. Mingbashi chiriklarni boshlab tuturgiga keldi. O joy bo'lamdi ekan. Soy, qilin daraxtliq, odam bormaydi, ham shaharga yaqin ekan. Bu yerga 15 chaqirimcha keladi. Mingbashi vaqti kelganda tim ustiga o't yaqsin, men chirik tartib chapsal yetib borman dedi. To'li yaxshi. Sen qaytib ketma. Biz bilan birga bo'l, dedi Sutuq. Yuzboshi ta'zim qilib uydan chiqdi. Tak qilib 3 qitim yerim kechiga tak urildi. Otish. Cho'ng ho'ylada ko'tirma binoni o'rab yotgan qora kiyimliklar daraxtlar orasidan qo'zg'alib, qo'llaridagi yalang'och qilichlarini parqlatganicha o'milab uy yoqqimadi. Ularning kaynida mo'kib yotgan qilichliqlarmi qo'zg'aldi. O'rda kent shahri xon o'rdisining cho'ng qapqisiga 4-5 odam yetib keldi. Biri yana boyqi belgi bilan qapqini qaqdi. Qapqini biraylan avaylab echib, kelganlarni kirgizdi. Undan keyin tam yoqilib kelgan 20-30 kishini oldirtib ishkirga kirgizdi va yana avaylab qapqini atdi. Otosh cho'ng ho'ylidagi qora kiyimliklar peshayvonga chiqib binoni o'rab oldi. Kaynidagi yigitlar uyga yaqin daraxtlar orasiga kelib, so'ngziyib, uy yoqdan ko'z uzmay o'ltiradi. 5 kishi o'rdida jiddiy holatda turgan chiliklar orasidan o'tib, cho'ng saroyning eshigiga keldi. Eshik beshidagi panus yo'rqida ochiq ko'rinib turgan 2 nafar nayzilik qaroqchi eshikni ochdi. Kelguchilar endi cho'ng saroyga kirgan edi. Sol yoqdagi kichik eshikdan xonning maxsus qaroqchisi chiqib qoldi. U ahvolning boshqacha ekanligini bayqab, xonning ishxonasiga yugurgan edi. Qilichini sug'urib berib, gap so'zsizla uning oldini to'sdi va tashqariga elib chiqib ketdi. Boshqalar qilichlarini qinidan chiqarib, o'ng yoqdagi xonning ishxonasiga mangdi. Basti kichikroq birsi sol yoqqa, Tarkin begimning uyi tarafga mangdi. Eshikdan hayvat bilan kirgan Sutuq, To'g'rilbek va iliklarni ko'rgan xon Suboshi, o'rdi beshi chachirab o'rinlardan qopdi. Otosh cho'ng ho'ylidagi qora kiyimliklar yalang'och qilichlarini tayyorlab, ko'tirma binoning eshik derazalaridan bostirib kirishdi. Lekin uyda odam yo'q edi. Ular u yoq, bu yoqni oqtirg'icha peshayvonda qilichlashganning ovozlari va varqirashlar anglandi. Hash-pashligicha eshik derazalaridan orasidan boshlagan yigitlar bostirib kirdi. Uydimi qilichbozlik boshlanib ketdi. Ahkin, Yultuz, Qunduz, qo'shqarlar va Chabdas bilan urushdi. Yigitlar qora kiyimliklarning bir nechasini yerga domulatdi.
Yulduz yarılanıp yıkılgan idi. Qo'shqar darrov berib uni yo'ladi. Uning sol qo'li ozroq yaralangan edi. Qisqa, lekin keskin jangdan keyin qora kiyimliklar qilichlarini tashlab, tizlanib qo'l ko'tardi. "Sizlar kim?" dedi Arslan g'azab bilan. Biz tog'dan kelgan. dedi egizrak birisi. "Ha, bosmichilar. Bosmichilarga uvol bo'lmaydi. Ap chiqib boshlarni ilinglar ularning." Voy, bizimiz bosmichi emas. dedi oldirab heliqi egiz va beshidagi qora xaltini oldi. Boshqalarmi uningga agishib elishdi. Biz xonning cheriklari. dedi yana birisi. Bizni o'ltirmasizlar. Bir qo'shiqimizni tilaymiz. Bir qo'shiqimizni kashkaylar. Yukinib o'ltirgan boshqalarmi uningga agishib yolvorishdi. "Endi rost gapni qildim. Bularni qamab qo'yib turinglar." Arslan buyruq qildi. Yigitlar bosmichilarni haydab mangdi. Arslan qo'shqor yulab o'ltirgan Yulduzning yeniga keldi. Qunduz qo'l yog'lig'i bilan Yulduzning qon chiqib turgan beligini bog'lab o'tatdi. Arslan Yulduzning yeniga tizlandi va yonchiqidan yog'liq elib, uning peshonasidagi tarni eritdi. O'rtada kurash boshlanib ketdi. Sutuqni ko'rib, cho'chib o'rinlardan qo'pgan xon va uning sheriklari birpas nima qilishini bilmay turishdi-da, keyin xon orqasiga dojib berib tomga yo'latdi. O'rta beshi Shiraning ostiga mo'kdi. Suboshi bo'lsa qilichini chiqarib urushga tayyorlandi. Suboshi, dedi Sutuq uning oldiga bir necha qadam tashlab. "Ayvonni qo'y. Qilichini tashla." Suboshi ko'zlarini olaytib, tishlarini g'o'chirlatib hurpaydi va Sutuqqa etildi. Sutuq shart qilib o'zini apqashgan edi, uning urgan qilichi bekorga ketdi. Sutuq yordamga kelayotgan To'g'rul bilan Ilikka "Sizlar jim turinglar" degandek qo'l sharti qildi va Suboshiga hujum qildi. Qattiq qilishvozlik bo'ldi. Birdan birdan bu qistab chekindiratdi. Oxiri Suboshi Sutuqni tomga qistidi. Sutuq qilich bilan uning qilichini ishtirib tirkashdi va kuchini to'plab qarshi hujumga o'tdi. U Suboshini chekindirib ketib boradi. Qilich oldirab kirib, Suboshining bo'yniga shunday qilish urdiki, ko'z yumib ochqicha uning beshi tenidan ayrilib yerga to'maladi. Teni shixi yo'q porko'takdak gup qilib kaynichi yiqildi. Qonga meninib domalangan beshimi ko'zi ochiq peti jim bo'lib qoldi. Sutuq salmoq menib tomga yo'langunicha ko'zlarini chakchaytib turgan xonning oldiga bordi. "Qopqon yaxshi qo'yilmabdim, nima tag'a?" dedi u kinoylik bilan. "Endi qopqonga o'zingiz tushib qoldingiz. Sizning xalqingiz oxirlashdi. Sizning ko'zingizga qadalgan Sutuq endi taxtga chiqish kerak. Shundoq emasmi?" Texich mat bo'lganingizga tan bermayapsiz. Endi ilojingiz yo'q. Qo'rqmang. Biz sizni o'ltirmaymiz. Ammo bir shart bor. Darhol bir yorliq bitsiz. Bu sizning oxirgi yorliqingiz bo'ladi. Yorliqqa men bugun Qarxonilar xondanligining xonligini asli varisi bo'lgan Sutuqqa o'tkazib berdim. Bugundan tortib barliq puhrolar, xizmatchilar, cheriklar Sutuqni Bug'roxon deb to'nib, uningga bo'ysunish kerak deb bitsiz. Mana shu bir necha ig'iz so'z. Buning sizmi biz ishlab deymiz. Ammo mundoq bo'lsa o'zingizga yomon bo'lmas deyman. Ha? Qani yigitlar, qog'oz qalam bormikin? Sutuq orqasiga burilib qog'oz qalam olmoqchi bo'lgan edi, do'stlari bir ovoz bilan Sutuq deb varqirab o'g'ilchaqni ko'rsatdi. Sutuq ildam orqasiga burilgan edi, o'g'ilchaq tomga eskilik qilichini qinidan so'g'irib Sutuqqa etilishga tamshilib turgan ekan. Sutuq
chaqqonlik bilan qilichni uning so'l biqiniga bir g'ayrichi tiqib etdi. O'g'ilchaq "Voy!" deb varqirdi. Yuqori ko'tarilgan qilichi qo'lidan taranglab yerga tushdi. U qo'llari bilan qon eqib turgan biqinini tutib, engishib cho'gildi-da, yuzichi dum yiqildi va birdan tipirlab jim bo'ldi. "Ma sochqanni?" dedi qilich Shiraning tegidan o'rdi beshini tortib chiqarib. "Osmonga pichoq atatding. Endi ajab sochqan bo'lib qopsan-ku." O'rdi beshi o'milab berib Sutuqning oyog'iga yiqildi va beshini yerga urib zorlab ketdi. "Xon o'g'il, yo'qsa ulug' Xaqonim, meni kechirgaylar. Men aski, men mushuk, men sochqan. Nima desizlar shu? Xaqonlikni qo'llariga olgan birinchi kuni, mushu birinchi soatda ulug' xonadonligimizning nomi uchun meni kechirsilar. Men o'zlarining oldida qor yuz bo'lib qoldim. Men odam emas. Men odam emas. Bo'ldi. Men To'lib alaqlamay o'rnidan tur. Sutuq qilichga qarab dedi. Buni solab qo'yinglar. Keyin to'g'rilakan bir taraf qilsin. O'rdi beshi qilichning oldida kuchuklanib eshik tarafga mangdi. "Onam qayerda?" deb so'radi Sutuq qaruq boshidan. "O'z uyida." "Yuringlar, onamni yo'qlab chiqayli." Bular shom bilan yo'ruq yo'ritib etilgan cho'ng saroy mehmonxonaga chiqishiga Sutuqning onasi ikki qo'ltiqidan oydin bilan gullayli yo'ligan holda kaynida 4 qiz bilan uydan chiqib keldi. Sutuq qilichini qiyniga silib, hurmat bilan onasi tarafga mangdi va bir tizi bilan ona oldiga tizlandi. Chiroyi kulimsirab turgan. Lekin ikki mangzida yosh tomchilari domlab tushayotgan ona mehribonlik bilan engishib, o'g'lining peshonasiga so'ydi va "Qo'ping o'g'lim" deb o'g'lining ikki qo'ltiqidan turg'izdi. Ona 18 yoshlik o'g'lini birinchi qitim siz deb otag'anligini o'zimi bayqay olmay qoldi. Onasining tunish issiq lavlari peshonasiga tekkanda Sutuqning teni jo'g'ildab, go'yoki ilgari bo'lib boqmagandek ajoyib cheksiz muhabbatni bildiradigan bir yiqimliqlik his qildi. Talodin Botur tog'a, Bilgi Tekin bilan Sutuqning do'stlari va bir qism chirik amaldorlar kirib, onaga hurmat bildirdi. "Ishning birinchi qadami yaxshi bo'ldi" dedi ona va o'g'liga qarab qo'yib, Botur tog'ini yeniga kelishga shart qildi. "Bu birinchi qadam halqiliq qadam. Ammo shuni bilmak kerakki, cho'ng ishlar endi boshlanadi. Nurg'un xatarlar oldingizda texi." Ona so'zini to'xtatib bir pas o'yladi. Keyin so'zini davom qildirdi. Taxtga chiqish oson, uningda mazmut o'ltirish qiyin. Xalq bilan birga bo'lish kerak. Elning g'imini yeyish kerak. Bak to'g'ri gap, dedi Botur tog'a onaning so'zini quvvatlab. O'g'lim, onangizning bu bahosiz so'zini hargiz unutmag'aysiz. Ona peshonasini silab o'yladi-da, qiladigan ishlar jiq. Avval o'rdi uchtik halqasini qurmoq kerak. Bu marhum bovingiz Kulban Tekindan boshlab Qaraxoniylar xonadonligining o'rdi boshqarish nizomi edi. Dadingiz rahmatlik Bazirxonmu shundoq uchtik halqa bilan davlatni boshqargan. Ish o'g'ilchaqqa qolgandan keyin u bu an'anani buzdi. O'zininkini rost qildi. Xonadonligimizning tub asosiy qurilmasiga qat'iy varislik qilaman, dedi Sutuq beshini egib. "Xon onam aql ko'rsatgay." Uchtik halqa, Botur tog'a, Bilgi Tekin va arslonlardan bo'lsa qandoq? dedi ona sal o'ylanib. Hammaylan qo'shiladiganliklarini bildirdi. Ular onini boshlab, o't qoshlar bilan yo'ritilgan ho'yliga chiqqanda,
O'ylida cheriklar o'z qilichlari bilan o'z qalqonlarini urib yoki o'z qalqinini sabdishining qalqiniga tekkizib, ham o'ngga, ham so'lga aylanib tantana qilishyotdi. Sutuqning Tarkin begim qatorliq cho'nglar bilan chiqib kelganligini ko'rgan To'g'rilbek unlik to'g'ladi. Oyoq tutur! O'yli ichidagi cheriklar shippid to'xtadi va yuzini Sutuqqa qaratib, midir qilmay jim turishdi. Sutuq eshik oldidagi supining oldig'iroq kelib, hurmat bilan tik turgan cheriklarga qarab chiqdi va so'l qo'li bilan qilichning dastisini tutib, o'ng qo'lini oldig'iroq egiz ko'tarib, Yaşa çirikler! dedi. Hakanım aman! 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 deb birdek to'lashdi cheriklar. Sutuq chabar mingboshi bilan To'g'rilbekka qarab aytdi. Çirikler tartıklansın! İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.